uni sportchi bo'lishi bolaligidan ma'lum bo'lgan. Otasining istagi bilan avvaliga sport gimnastikasi, keyin esa ayollar kurashi bilan shug'ullangan Nigina Sobirova muxlislarini nafaqat fayzi va go'zalligi bilan o'ziga rom etadi, balki gilamdagi yutuqlari ham tahsinga sazovor. Ko'plab qit'aviy va jahon miqyosidagi turnirlar g'olibasi, xalqaro startlarda o'z so'zini ayta oladigan sportchimizning faoliyati bizning nigohimizda. Yoshligimda o'sha esimni taniganimdan buyon sportdaman desam adashmayman. Eng birinchi sportga kirib kelganim 4 yoshimda bo'lgan. Eng birinchi boshlagan sportim bu gimnastika edi. Ammo bu gimnastika ham asosan kurash uchun borganman, chunki kurashda egiluvchanlik juda ham muhim rol o'ynaydi. O'shaning uchun 4 yoshimda dadam gimnastikaga berganlar. Keyin 5 yoshimga kirganda ikkalasini birga olib borganman, kurash bilan birgalikda. Shu tariqa 4 yoshimdan sportni sportivniy gimnastika turi bilan shug'ullanishni boshlaganman. Singlim Sabirova Nigina ham sportga birinchi gimnastikadan boshlagan. Keyinchalik adam erkin kurash bo'yicha trenerligi sababli bizani shu sport turiga yo'naltirgan Va ulardan doimo minnatdorligini ta'kidlab o'tdi. Dadamning xohishi bo'lgan, o'shaning uchun ularning xohishlari bilan biz shu zalga chiqqanmiz, shu kurashni boshlaganmiz, opam ikkalamiz. Hozirda opam o'sha kurash sohasini tugatganlar. U ham yaxshi natijalarga erishgan. Hozirda esa ichki ishlar boshqarmasiga xodim bo'lib ishga kirgan. Shu sport orqasidan. Onam albatta qarshi edi.